17 mingdan ortiq orollardan iborat bo'lgan mamlakat. Indoneziya haqida nimalarni bilasiz? Aholisi 6 mingtadan ko'p orollarda yashaydigan musulmonlar. Dinimiz bir, ammo yashash sharoitimiz, tabiatimiz butunlay farq qiladigan odamlarning dunyoqarashi, hayot tarzi qanday ekan deb qiziqishimiz tabiiy albatta. Zamonaviy Indoneziya yozuvchisi Asmo Nadiyaning mana bu kitobini o'qib, bu xalq odamlari, ularning tuyg'ulari, qarashlari haqida ancha tasavvurlarga ega bo'lasiz. Salom Pekin haqida muhokamani boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Oldinda sizlarni juda qiziqarli va yangi kitoblar haqidagi videolar kutib turibdi. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Asmo Nadiya ijtimoiy jihatdan ham faol, o'z nashriyoti bor yozuvchi. Unda nafaqat o'zining kitoblari chop etiladi, balki yosh yozuvchilarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Yana kitoblardan tushgan pulga kutubxonalar tashkil qiladi. Hozirgacha u ochgan kutubxonalar soni 290 taga yetgan. Uning 120 ga yaqin asarlari bo'lib, deyarli barchasi asosida filmlar ishlangan va ular ichida eng mashhurlaridan biri Salom Pekin romani hisoblanadi. Kitobning avvalo uslubi menga ko'proq yoqdi. Qisqa bo'limlar bilan o'quvchida qiziqish uslubini ushlab tura oladi va qanday qilib bir o'tirishda kitobni yakunlab qo'yganingizni sezmay qolasiz. Voqealar bir Indoneziyada uzoq yillik muhabbatidan so'ng yaqin kunlarda to'ylari bo'lishi kerak bo'lgan Ra va Deva bilan kechsa, bir Xitoyga sayohatga chiqqan Asmo ismli musulmon qiz va xitoylik yigit Chunven o'rtasidagi ilk muhabbat uchqunlari boshlanayotgani haqida hikoya qiladi. Kitobda ramzlar juda ko'p. Masalan, qahramonlarning ismidan boshlab ularning taqdirigacha, Xitoyga sayohat va qahramonlar tilidan aytiladigan rivoyatlargacha ramzlarga duch kelasiz. To'y arafasida uzoq yillik muhabbatidan xiyonatga uchragan Ra o'zini qayta tiklab olishi, ruhiy tushkunlikdan qanday chiqqani haqidagi sahnalar juda real, ortiqcha bo'rttirishlarsiz yoritilgan. Ra qiyofasida matonatli, irodali ayolni ko'rasiz. Uning muhabbati bo'lgan odam Deva obrazini ham muallif yaxshi ochib bera olgan. U ham Rani qattiq sevadi. O'zi istamagan holda xiyonatga qo'l uradi va o'zini kechira olmay yashaydi. Yozuvchi shunday yozadiki, uni ham batamom qoralay olmaysiz. Pekinga sayohatga chiqqan jurnalist qiz Asmoga esa Xitoyning eng diqqatga sazovor joylari haqida qiziqarli maqola yozish topshirilgan. U qisqa muddatda 3-4 kun ichida ko'proq joyni ko'rishi, o'rganishi kerak. Ammo yo'lda unga hamroh bo'ladigan xitoylik yigit Chunven bilan qisqa muloqotdan keyin u bilan o'zini bog'lab turadigan nimadir his qiladi. Munosabatlarda yigit ham, qiz ham o'ta bosiq, sabr bilan yondashgani, bu muhabbat uchun nimalarni qurbon qilayotgani va aksincha u bilan nimalarga erishishi haqida jiddiy o'ylashlari muallifning o'ziga xos romantik dunyosi bilan ochib berilgan. Xitoylik dinsiz yigitning islom diniga o'tishi jarayoni ham kitobdagi asosiy voqealardan biri va bu holatda yigitning ichki dunyosi, undagi o'zgarishlarni muallif shoshmasdan, o'z qahramonini ham shoshirmasdan tasvirlaydi, fikrlarini saralaydi. Bu o'rinlarda ham muallifning o'ziga xos uslubi va islomga va inson e'tiqodiga hurmatini ko'rishingiz mumkin. Nihoyat ikki hududda kechayotgan voqealarni birlashtiradigan nuqtaga yetib kelganda o'quvchini ajoyib sovg'a kutib oladi. Buni albatta o'zingiz o'qib, asarning mazasini his qilganingiz yaxshiroq. Qahramonlarning hayotida jiddiy sinovlar boshlanadi. Ularning qarshisida kimdir matonat bilan turib, hayotini o'z yo'lida davom ettiradi. Kimdir esa yutqazadi. Kitob sujet jihatdan juda qiziqarli. Ammo sizga ba'zida qahramonlar juda idealday, muallif ortiqcha bo'rttirishlar ishlatib yuborganday tuyulishi ham mumkin. Bu tomoniga esa o'zingiz o'qib, baho berganingiz yaxshiroq nazarimda. Video boshida aytganimdek, bir nafasda o'qiladigan kitob va uning bu darajasiga albatta tarjimonning ham katta mehnati singan. Salom Pekinni muvaffaqiyatli tarjima bo'lgan asar deb hisoblash mumkin. Xullas, kitobni har qanday kitobxon o'qib ko'rishini, ayniqsa qizlar o'qishini ko'proq tavsiya qilgan bo'lardim. Bu kitob bilan Indoneziya adabiyotidan bir parchani his qilib ko'rishingiz, o'z hayotingizni, qarorlaringizni ham tahlil qila boshlashingiz mumkin. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.